Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bu telefon Honor X6. Qo'ng'iroq qilishizu spichni yonishi biladigan odam bormi yo'qmi? Bir harakatini ko'rsataman. Nima qilishini ko'rsataman. Biladigan odam bormi yo'qmi? Lekin hozir harakataman. Hozir endi nastroyga kiraman. Hozir maqsud imkoniyatlar funksiyalarini kirasiz. Endi maqsud imkoniyatlar kirasiz. Yuqoriga kiramiz. Endi yuqoriga kiramiz. Harakatamiz. Endi ayna oziqlantirish uchun miltillash kiramiz. Bu narsani telefonni qo'ng'iroq qilganni spitsiyan a'zolarning yushlarini nastroykalarni qo'yishi, o'chirishi, yoqish uchun. Endi hozircha birinchida turgan narsani hozir o'chirib qo'yibman. Qo'ng'iroq kelsa spitsiyanmidi. Endi birinchida qo'ysam hozir shu narsani razimni solishini ko'rsataman. Boshini ana telefon gelishi spichka yanadi. Birinchida. Agar bu gerekli yine bu ikincisi özünü ekranını yanıp ölçedi. Ekranla. Arkasında yanmıyordu. Elde de yanadı. Eğer bu olmazsa birincide koysan arkasında yanadı. Arkasında. Telefon qo'ng'iroq uchun spichkasi bilmagan odamlar ko'radilar. Endi tushungan odamlar yaxshi like bosing.